Assalomu alaykum, bizni kuzatuvchilar. Mana bir obyektimizga Hi-Textilda mana boshladik. O'rtasidagi kasetalarni kesish jarayoni mana Firdavs bo'lib beryapti. Chekasini chop beradi mana. Xonadonlar boshladi. Chekasini bukishdi. Ibrohimjonga uzatib yuboradi hozir. Ketdi mana. Endi obyektimizga yo'l oldik. Hozir borib bu yerdan davom ettiramiz syomkani. Manas Krugovodan sekin o'tyapmiz mana. Lekin yo'l berib o'tamiz mashinalarga. Shoshilmasdan. Obyektimizga yetib keldik. Chekalar ustiga parapetlarni qatirib oldik, mebelnidan profil qilib. Polni pishig'ish ekan, gipsokarbon profili bilan tagini qatirib oldik. Ish jarayoni ketyapti, hoji aka sekin olib kiryapti uni kasetalarni. Tushmaganini qirqib mana burchaklari qoldi, hozir burchaklarni tayyorlab qo'yamiz. Yopilgan holati. Kimga shunaqa tunikapon xizmati kerak bo'lsa, shu nomerlarga aloqaga chiqaverasizlar.